Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan shunday apelsinli kek tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 4 ta tuxum. Bu xona haroratidagi tuxum emas, xaltachadan olib solsalar ham bo'ladi. 4 dona tuxumga 1,5 stakan shakar solib yaxshilab mikserlab olamiz. Mikserlash jarayonida bir chimdim tuz solib aralashtirdim. So'ng yarim piyola qatiq, yarim piyola yog', yarim piyola bu yarim piyola emas, bitta apelsin siqib suvini qo'shdim. Bir dona apelsinini ustini qirg'ichdan o'tkazib qo'shib olamiz. Bu juda ham mazali ta'm va hid berishga qo'shildi. 1,5 stakan un soldim. Xamiringlar tortganicha 2 stakangacha solsalar bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib, tayyor massa holiga keltirib olamiz. Buni aralashtirganingizda shifr holida tushishi kerak. Qatma-qat bo'lib. Duxovkani 190 gradusga qo'yib, listni yaxshilab yog'lab oldim. Qizgan holda qo'yib 30 minut kuttirdim. 30 minutda meniki tayyor bo'ldi. Ungacha oshxona ambarda qilgan idishlarimni yuvishga tushdim. Idishlarimiz juda ko'p emas, biz hali yangi oilamiz. Bu juda ko'p emas u. Lekin bu yerda juda ko'p bo'lib ko'rinyapti videoda. Idishlarim qaynam qilib bergan 3 yil avval kelib menga to'y qilganda, erimga to'y qilganda to'ydan keyin bizga idishlar olib bergan. Bu qozoncha ham bitta qop-qora skоворodkam bor, u ashundan qo'ygan. Qaynam ko'rsa agar gapiradi, hali qoraytirib yuborsiz deb, keginimcha qoraytirmay ishlating qizim degan. Xudo xohlasa keginizcha oqartirib qo'yaman bo'ladi. Bulagancha andaraz bulaganchalardan biri klubnoylarda olganda kelib qolgan. Aytgan qora skоворodkam shu bo'ladi. Yaxshilab yuvib ko'ryapman, va chiqmayapti. Maslahatinglar bo'lsa kommentariyada yozib ketarsizlar. Bu ham mana shu klubnoylar idishdan bittasi. Bu tarelkalarda erimiz olib bergan 12 talik piyolasi ham bor ularda. Bokallarim ayam olib bergan. To'g'ri o'zi podarka qilgan uydagina. Qiz bolani uyga borsa shpirga ham qaltirab turadi degan shu bo'lsa kerak. Har borganda bir nimalarni ayam o'zi olib beradi, lekin men so'ramayman. Bu likopni ham ayam bergan. Bu bolam idishchasini o'zim olganman. Qoshiqlarimni yaxshilab yuvib, joy-joyiga qo'yib oldim. Joy kameraga chiqmabdi. Bu silikon naborni ham ayam menga podarka qilgan. Prisga kelgan ekan ayamga. Yaxshilab rakvinam oldini toza turishini yaxshi ko'raman. Doim artishga harakat qilaman. Men uchun shu yer toza turishi eng muhim narsa. Bu artayotganlardan bo'lsa erim futbolkasi. Bitta mendam yo boshqa ayollar ham shunaqami? Erini futbolkalarini qirqib, changlatib qo'llatib tashlashadimi? Rakvina ichida qolib ketgan narsalarni ham yomon ko'raman. Ichidan olishga harakat qilaman doim. Choy to'kaman, lekin qolgan narsalarni to'kmaslikka harakat qilaman. Bunda ham qozonimdan qolgan guruchlarni to'kmadim. Bu qozonni ham oyijonim menga bergan. To'ydan keyin olib bergan, 2 kishiligimiz uchun ikkalalarga yetadigan kichkina qozoncha deb olib bergan. Unda oppoq edi, endi qoraytirib yubordim men. Bu qozonni katta qozon ayam olib bergan. Ko'pchilik bo'lyapsizlar, uylarga mehmon kelganda ko'pchilikka shu qozonda ovqat qilgin deb bergan. Gazlarim uyimiz remont bo'lgandan keyin erim yangi olib bergan. Yomon bo'lib ketdi, to'g'ri. Endi yomon qilib yaxshilab artib, toza qilib qo'yamiz hozir. Ko'rasizlar, do'poslisini qo'yaman. Bu orada men yosh onaman. Yaqinda 2 ga kiradigan farzandim bor. U menga ancha yordamlashib turdi, sog' bo'lsin. Shuning uchun kamerani uy odamga olishga majbur bo'ldim. Menga berib turing kamerani, o'zim olib beraman deyapti. Qo'ying o'g'lim, o'zim olib turavering hozircha. Katta bo'lsa siz olib berarsiz deb kamerani uy odamga almashtirib yurib videoga oldim deblar. Orada kelib xabar olib turdi. Bu shunaqa qilib ishlarimni qildim. Sizlarga ko'rsatayotgan bu videoyim salkam 7 minut bo'lib chiqyapti, lekin bu uchun menga kamida 2 soat vaqt ketdi. Bekar turmaydi, pirogim pishguncha ishlarimni qilib olishga harakat qildim. Shu bani toza bo'lib qoladi. Ertalab turishimga oshxonam chiroyli bo'lsa,
o'zimga juda yoqadi, kayfiyatlarim ko'tariladi. Gaz plitani ustidagi temirlarni eng yomon ko'rganim shu, yuvish juda yopishib qoladi, chiqish qiyin bo'ladi shu yerlardan. Yaxshilab shuni tozalab, yuvib qo'yib qo'ydim. Idish teradiganim tagidagi patimizni ham suv to'lib layqalashib qoladi. Yaxshilab yuvib, tozalab joyiga qo'yib turmasa, xiralashib ketadi. Qora ranglisini olganim uchun kiri bir tezda bilinadigan bo'lib qoladi. Changlatamni tezda yuvib, quritib ishlashga harakat qilaman. Hidlanib qolmaslikka oyijonim o'rgatgan. Har yuvganingizda yaxshilab ko'pirtirib yuvib, quritib qo'ying deb. Bu yerda o'g'lim menga yordamlashyapti har doimgidek. Oshxonamni tozalangan holi. Remonti hali zo'r emas. O'zimiz qo'limizdan kelgancha sekin-sekin harakat qilyapmiz. Bu arada keksim ham tayyor bo'ldi. To'ntarib sizlarga tezda video olmoqchi edim. Issig'ida tushmasligini sezdim, lekin tushishga harakat qildirdim, lekin baribir bo'lmadi. Sal turib qilaman deb ko'p qo'yib ketib, birozdan keyin tushirishga harakat qildim. Bittada tushdi yaxshilab yog'lagan ekanman. Pirogim juda chiroyli bo'lib pishdi. Sizlarga ham qilishlarni tavsiya beraman. Ko'rib turganinglarda juda yumshoq va воздушный bo'lib pishib chiqdi. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham juda tez tayyorlanadigan yumshoqqina keks bo'lib chiqadi. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa apelsin ta'mi qobog'iga solingani uchun juda ham zo'r chiqqan. Apelsin yoqtiruvchilar albatta tayyorlab ko'ringlar. Keksim birinchi bo'lib o'g'lim tatib ta'mini ko'rdi. Unga juda ham yoqdi. Tayyorlab ko'rishlarni tavsiya beradi u ham. Meni shuncha qilgan harakatlarim, qiynalib qilgan montajlarim uchun podpiska bosishni unutmanglar.